Ana, keldi. Menga qara. Shuni eri ko'rtmi deyman. Nima unaqa deysan? Qachon qarama xotini bilan birga-yu. Qalaysan? Qalaysan? Yaxshimisan? Rahmat. Qaraysan. Shu dim yetaklab yuradigan odatingni qachon yig'ishtirar ekansan? Kel. Shahlo, yaxshimisan? Alhamdulillah. Shu zulmatda yashash yoqadi senga. Shu degan matax nimaga kerak o'zi? Mayli, bo'lsin, mana Malinikidagi beozorgina bo'lsin. Qayerdasan deb tergamassin. Ertalabdan turib, nonushtasini tayyorlab, tirjayib tur, ishga kuzat, ishdan kutib ol. Ana sassiq paypoqlarni yuv. Gaping tugadimi? Ular Hazrati inson mataximiz. Matax. Hisobni yopib qo'yarsizlar. Boshqa meni chaqirmanglar. Xo'pmi? Shahlo. Mazza qildingmi? Da, конечно. Nima galdiyapsan? Yonib ketding-ku. Sen hech qizg'anilganmisan? Bitta suyanadigan yelkang bormi? Erkakni o'sha sassiq naskisini yuvishga zorsanmi? Men Shahloga havas qilaman. Chunki u erini e'tiborida. Shahlo qilayotgan ishlarni hammasini ortig'i bilan qilaman. Lekin e'tibor yo'q. Men doim eridan mehr ko'rayotgan ayol rolini o'ynayman. Lekin senchi? Sen shuni ham qila olmaysan. Said, bugun jamiyatda shunaqa spektaklda rol o'ynayotgan ayollar qalashib yotibdi. Lekin Shahloga spektakl emas. Hammamiz Hazrati insonga zormiz. Tan ol.